Jonim, mahalla qattiydi. Nima bu? Ketyapman. Tokuga bir o'tiraylik. Ketyapman. Sadiq? Ana qilsa ko'rishaveramiz. Sadilama cho'milishga ketyapsizmi? Nimaga uni aytyapsan? Bizning uydan faqat uyingizga cho'milish uchun ketasiz. Men Toshkentga ketaveramman. O'zingiz Toshkentga ketibsiz-ku, Shevanshira tashib ketibsiz-da. Janovar. Dada, Sadilla Toshkentga ketyapti. Toshkent? Na, Toshkent. Ya, uy bu yo'labdimi yo? Bilmayman dadam. Biznes qilyaptimi yo, ha? Buni mantayaga yetmasam o'zim yorilib o'ylaman-ku. Cho'p narsani yig'ishtir. Yana diddom topshirasizmi? Yo'q. Toshkent ketamiz. Toshkent? Voy, zo'r ish bo'pti-da. Dada, ana shu bonkachani olaymi tayyorab qo'ygan? Bir sanla umringga bir Toshkent bo'lganmi? Fahm farosating Xudo rahmati bo'lib ketgansan kuchingni. Bir kallang ishlat 21-asr Toshkent imkoniyatlar shahri, hamma yoqqa elektromobil yuribdi. Magic City, Toshkent City degan joylar qurilibdi. Sen 1 litrlik bonka olib ketaman deyapsan. 3 litrligini ol, uzog'i yel, och qolamiz. Sizni fahm farosatingizga gap yo'q, dada. Ammo fahm farosatim nechta faxriy yo'liqlari bor. Nima qilyapsan? Nima qilyapsan yana? Patika qo'yaygun, o'laman. Toshkentga ketamiz, patika qo'yaygun nima ya? Toshkentga patika qo'ymaysizmi? Ey! Bonkani olasizmi? Bonkani oldim. Bo'ldi, o'sha bonkani yeb olamizda, bonkani ustiga patinka qo'yamiz. Fahm farosatingiz butun o'ta vahshiy. Oktagon ligadan jang so'rayman yaqinga fahm farosatimga. Dada, men taq. Men ham taq. Sadilon qayerdan topamiz? Men uni telpagiga GPS o'rnatganman. Telefoningni ol. Mana. Ko'rsatdimi? Ko'z topdim. Sadillo. Davay ketdik. Hoy, navigator nimani ko'rsatdim? Dada, qayerlargadir yalang'och yuribdi bu mana. Ketdik bacham bo'lmasa. Taksi bilan ketamizmi? Oyoq bilan ketasiz. Haydang davay. 16 kilometr. Ey, spirt! Sog'lik garovi, hayda oldinga tush. Mana dadam Magic City'ni ko'rsatdim. Qo'ysan kalla var ha. Magic City'mi shu? Mayiz City bu. Nima ya dadam, Mayiz City mayizdan qurilganmi? Mayizdan sotib pulidan qurilgan. Ishing bo'lmasin. Chiqib. Ya bana Sadillo. Dada Sadillo o'ziga mashina olibdi. Ay yuragim. Agar hozir Sadillo o'ziga mashina olsa, biror nima bo'lib to'pshira yiqilib qolaman, dadasiz qolasan bacham. Voy, srochniy skoro chaqir bacham. Qira. Mana Sergeli mashina bozori arqasi deysan, Dongfen avtosaloni, ofitsialniy saloni bor, o'sha yerda desang o'zi bir ay. Dadajon. Voy, qani o'zi u? Salonga yuring, poylaymiz. Davay. Yuring. Dongfen Gipay 008 mashinamizda gibrid 0 dan 100 gacha 6 sekundga chiqadi, 4 litr benzin rasxod qiladi. Mashinamizda to'liq zapravka bilan 1300 km masofa bosib o'ta oladi. Ushbu mashinamizda 6 kishilik kapitanskiy o'rindiqlar bilan jihozlangan bo'lib, orqasida qo'shimcha xolodilnigi 5 gradusdan 50 gradusgacha isitib sovutadi, hamda orqadagilar uchun qo'shimcha televizor bilan jihozlangan. Bu mashinamizni 50% boshlang'ich to'lov bilan halol nasiyaga xarid qilishingiz mumkin. Olamizmi? Olamiz. Dada sherikman, men aniqladim. Xo'sh. Bu o'ziga men sana sevgan qizchasiga olib beribdi mashinani. Voy, yurakcham yomon yaqtay bo'ldi-da. Nimaga? Ey, Sadillo u qizchasiga samolyot olib bermaydi. Vobshin farqi yo'q menga. O'ziga hech nima olmasa bo'ldi. Мои кайф заработан потом и кровью.